Aziz yurtdoshlar, joriy yilning may-iyul oylarida yurtimizda muhim siyosiy ijtimoiy tadbir fuqarolar yig'inlari raislari saylovi o'tkaziladi. Inson qadri mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar negizida ayni shu ezgu tamoyil ustuvor omilga aylandi. Prezidentimiz tashabbusi bilan joriy etilgan mahalla yettiligi odamlar muammolariga yechim, qalbiga yo'l topyapti. Mahallaga vakolat, byudjet berilgani bois aholi farovonligi oshmoqda. Mana shunday ishlar ko'lamining yanada keng quloch yozishida siz ham o'z hissangizni qo'shing. Buning uchun mahalla tizimining yanada xalqchil tuzilma bo'lib shakllanishi hamda islohotlar jarayonida uning faol ishtirokini ta'minlash zarur. Mazkur saylov buning birdan-bir huquqiy omilidir. Shunday ekan, siz ham may-iyul oylarida bo'lib o'tadigan fuqarolar yig'inlari raislari saylovida faol ishtirok eting.